Bu ham aka 1.75. 1.75. Hurmatli obunachilar, tasavvur qillaring, mana bemalol o'zingizga mos bo'lar ekansizlar. Bu videomiz yo'qmidi? Bundan yangilikmi bu? Bu yangilik aka, yangi keldi. Yaxshi ham kelganim ha bugun ha. Qani bir ikki qadam ko'raychi. Bo'l. Yu, akalar ishni qara. Sen bor. Bu ham o'zi og'daradi aka. Resor amazatr qo'yilgan. O'zi og'daram bu. O'zi og'daradi. Ha aka, zavat qilib oldiga orqaga yurib Qani men ko'raychi bir ovozlarini, yurishlarini. Yoqilish setdan aka, orqaga oldiga bitta knopkadan boshqariladi. Tormozlari jitkisli bo'ladi. Yosh katta otaxonlar ham qiynalmay bemalol haydab. Qani yuringchi. Yu, mashalloh. Bu chiramadi hamki, Hamijon bu. Masli. Akalar mana shuni zatni qilar ekan. Mana ba'da atalar tayyor. O nima taxtami nima bor? Mashqa suday aka. O'zi o'lchayapti-da. Hechcha agar nima kichkinasini olinganda yoki bu joy bo'lganda qiyinchilik bo'lmasa kerak, xom aka. Hozir ham qiyin emas. Mashalloh. Akalar, skuter tavsiya qilamiz. Kureran eng hadava ketib turgani. Sizni kanalingizdan ko'pchilik chiqib, mana shundan so'rashyapti. Aka bitta zavat qilchi. Endi baraka bozor ham shuni tavsiya qilgandan keyin bilaveringda. Ha. Kalti bormi? Mana kalti yonoq aka, zadniy kameralarga qo'yilgan. Hammaga assalomu alaykum, baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani akalar Yoyilma mahallasiga ekanmiz. Mana bu taraf Qo'qon shahar ketish yo'li, akalar bu taraf Uchko'p yo'nalishi. Bu yerda akalar skuter, motorol, xullas hammasidan bor option joy kelganmiz. Chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Bugungi sanamiz, hurmatli obunachilar, 10-fevral haftaning seshanba kuni. Bujon hormaganda. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yana bir bor syomka qilib qo'yaylik. Bo'ldi aka. O'tgan safargi videolarimizni obunachilarimiz ko'rib juda xursand bo'ldi. Zo'r ma'lumotlar berganmiz. Qani bugun ham zo'r ma'lumotlar beraylikchi. Bo'ldi. Yangiliklarimiz aka sotuvga kelgan. Turbalonli elektronli labomiz, elektronli mashinamiz kelgan. Hozir bularni sizga qulaylik tomonlarini minib ko'rsatib o'tamiz aka. Ha, qulayliklarini. Birinchi labomizdan boshlaylik aka. Qani bismillahirrohmanirrohim. Salonni ko'rsatib o'tamiz. Oh, mashalloh. Akalar. Mashinaning kichkinasi-yu, ha? Mashinaning kichkina varianti aka. Roli qanaqa? Roli yumshoqmi? Rollari yurishi yumshoq aka. Zadniy kameralargacha qo'yilgan. Gaz tormozi ayadi. Luklarigacha bor. Mashalloh. Oyoqdagi poli eshiklari shumka qilingan aka. Bu bitta zaryad bilan qancha yuradi? Bitta zaryad bilan aka 40-50 kilometr hozirgi qish kuniga, yozgi kuni 60 kilometrgacha yuradi. Garantiyalarigacha bor. O'tgan safar molxonada syomka qildik-ku, nima obunachilarimiz uyda. O'sha hisobda ko'pchilik olishibdi, kim molxonalarga. Ko'pchilik olib ma'qul keldi. Ko'proq bundan beribsiz. Obunachilarimiz 100 ta molingiz bormi? Bitta olib qo'ying yetadi. 200 ta molingiz bormi? Mana bundan olib qo'ying, to'g'rimi? Hozir bularga qaytamiz, ukam. Qani davom etaveramiz. Bitta zavat qilib ko'ramizmi? Aka, zavat qilib oldiga orqaga yurib ko'rsatamiz. Qani men ko'raychi bir ovozlarini, yurishlarini. Yoqilish setdan aka, orqaga oldiga bitta knopkadan boshqariladi. Tormozlari jitkisli bo'ladi. Yosh katta otaxonlar ham qiynalmay bemalol haydab. Qani yuringchi. Qo'y. Ukam o svitlari ham bor aka tepada. Projektorlarigacha ham yonadi aka. Mana akalar. Mashinaga o'xshab birga. Kechqurun bemalol yursa bo'lar ekanda. Mana akalar zashtalarni ko'ryapsizlar. Yangi narsa. O'ynatib yugurlargacha bor. Nech pul puli? Buni aka $2000 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. Dastavka tekin. Dokumentlarni ham, shu spravkalarni ham o'zimiz qilib beramiz. Aniq xavotir olishmasin. Hamma yo'g'i. Aka bitta narsa kelishib olaylik-da, videoni boshlab. Biz obunachilarimizga bu narsangizda bonusi bormi? Bonusi bor aka. Siz obunachilaringizga arzon qilib kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Gap aka. Arzon. Bo'ldi gap yo'q. Yana ham yaqin tanishim bo'lsa telefon qilsa kelishib berasiz. Arzon qilib beramiz aka, yo'lda qilib. Qandoshim ko'pdan men 200 metr yurgan sayin biz uy bo'lgandan keyin hamma taniydi-da. Senga aytib qo'yapman. Ana keyingisi. Bu aka turbalonli 4 eshikli elektronik mashinamiz. Buni ham salonni ko'rsatib o'ting aka. Bu ancha injiqmi? Mashina rolli aka bu ham. 4 kishi bemalol. Yumshoq o'g'ay akalar. Barmoqchamda. Qani zavat qilingchi buni ham ko'raychi. Oqini zavat qilaylik, kalti. Bo'ldi. Kalti bundamidi? To'rali eshiklarni ham ochiladi. Ajoyib. Bu necha kishi sig'adi bu yerga endi? Общий hisobda 4 kishi bemalol sig'adi aka. Yengilaganda, tek bir luklarigacha bor ekan. Luklarigacha qo'yilgan. Ishlab qo'yibdi, bra. Topilishini qarang. Shu oson, ha?
Qani zavod qilingchi? Zavod qilish ham aka oddiy, mana bitta kalti biroz yolinadi, orqaga oldiga mana shu knopkadan boshqariladi. O'tgan videomiz yo'qmidi? Bundan yangilikmi bu? Bu yangilik aka, yangi keldi. Yaxshi ham kelganman bugun, ha. Qani bir ikki qadam ko'raychi. Bo'l. Yu, mana akalar ishni qarang. Hozir narxini so'raymiz. Xudo xolasa akalar, bugun zo'r video bo'ladi. Videodan uzoqlashmay ko'ringlar. O'zimizni uyimizga juda yaqin joyda turibman. Hurmatli obunachilar, juda yaqin joyda turibman. Bemalol kelaverasizlar. Bizning nomimizdan kelsalaring, xudo xolasa, o'sha mardon qilib berishadi. Mana. Gap. Ke yarashibdi lekin bori. Вообще yarashibdi bori. Zo'r aka, Bu yuz necha Muhammad Omar? Bu yuz. Bu ham aka 1.75. 1.75. Hurmatli obunachilar, tasavvur qillaring, mana bemalol o'zingizga moslab ekansizlar. 1.75 lik holatda turibdi. Bu общем katta yangilik bo'libdi. Ajoyib. Akkumulyatorlarni ham ko'rsatib o'tasiz aka. Elektromobillarda litiumli akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Oddiy akkumulyator emas. Ha. Umr uzoq bo'ladi, kilometri ham 100 kilometr harakatlanadi. Yo, bitta to'liq joyda 100 kilometrmi? 100 kilometr bemalol yuradi aka. Mana shu turuvchi fon olaychi. Eshigini ochib turing, eshigini ochib turing. Bo'ldi. Fon yo'q qo'yamiz. Menga qarab turing endi. Mana obunachilar, xudo xolasa, katta ehtimol bilan sizniki mana shu, sizni nima deyiladi nomi? Elektrokardiyoras aka. Elektrokardiyoda syomka qilyapmiz Muhammad Tohir bilan. Gap yo'q. Diskalar ajoyib, aka. Diskalari saka diska. Neobычный qilishlangan diskalari ham. Bo'ldi uka, davom etib ketaveramiz. Narxi $2000 bu ham? Yo'q, buni narxi jicha qimmatroq chiqadi. Ha, o'zi ham o'ylan sifati yuqori-da buni. Ammo sifati zo'r. Buni qimmatligi sababi akkumulyator litiumli qo'yilgan. Hop, nechi pul? $2200 vodiy bo'ylab. Minimal narximi bu? Eng past narximi? Eng oxirgi narxi, ya'ni kelishtirib arzon qilib beramiz siz obunachingizga. Bo'ldi gap. Dastlabki masalasi qana bo'ladi? Deylik, mana shu hozir marlon oladigan bo'lsa qana bo'ladi? Dastavkasi vodiy bo'ylab tekin aka. Tekin, ha? Shu pul ichida. Aha, vohaga kelishilgan. Qani kelishamiz. Xo'p. Bu endi shuni qora rangi. Qora rangi, hamma joyi bir xil. Shadul. Faralarni ham yoqib ko'rsatyapti. Yoqingchi. Ko'ring. Akalar kechqurun borib, opshun boshqacha bo'lsa kerak bu. Gap yo'q ekan. Bo'ldi, gap yo'q. Qani keyingisiga? Keyin qaysi ma'lumotni beramiz? Bag'dan boshlab ketaveramiz, arzonroq materiallarimiz. Qani? Bu materiallarimiz aka 600 kg, 700 kg yukni bemalol ko'taradi. 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan, 40-50 kilometr yuradi. Bularda skidka narxida arzon qilib beryapmiz. Aha. Buni narxini aka $1000 deyapmiz. $1000. Oxirgi narxi $980, dastavkasicha vodiy bo'ylab tekin. O'tgan safar haligi qancha bir 9 million deysizmi? 9,5 million haligi oldi ko'p choylar akamiz. Nech pulligida o'sha? Bu $730. Bu kichkina-da bundan, ha? Bundan kichkina olmoqchi. Buni litri qancha buni? Olish kilosi. Olish kilosi 600 kg, 700 kg deyiladi. A, uni to'g'ri deganingiz, ha? Adashmasam shunaqa edi. Demoqchimanki, akalar o'shandan bir kattaroq ekan bu. Bu ko'proq olar ekan. Uni ham hozir ko'rsatib ketamiz o'shani. Uni ham videosi bor, qo'yib yuboraman. Desachi. Aha, Muhammad Tohir. Hop. Bu hozir necha pul bo'ldi? 1000 bo'ldimi? Bunisi $980, bu Hop. 700 kglik, bular 500 kglik materiallarimizni $800 dan qilib beryapmiz aka. Ha, bular arzonroq ekan-da. Bular arzonroq chiqadigan. Sizlarda birinchi qo'l ekan. Birinchi qo'l narxda, optim narxda, asosiysi aka Xitoy akkumulyator miya motori чистый Xitoy qo'yilgan. Bitta savol beraman, to'g'risini aytasiz. O'tgan safar biz obunachilarimiz nechta keldi taxminan? Ko'pchilik kelib Ko'pchilik telefon qilyapti menga. Aka bozordan chiqdik deb qilishdi, arzon qilib, chiroyli narxlarda qilib berdi. Xursandman. Aka olgan odam maza qilsin. Xo'p, buni afzalliklarni tushuntiringchi bizga. Afzallik tomoni 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan aka. Restoran bor. Oldida laboylari, kolonkalari qo'yilgan. Aha. Narxini $800 qilib beryapmiz aka. 800 qilib beramiz. Yaxshi. Diskalari. Hop, davom etamiz. Kimni nimani ko'tarib ko'rganimiz yaxshi bo'lardi. Bunaqasini. Aha. Yo bunimi, yo unimi. Farqi yo'q. Kanallarda bo'ldi. ko'rsatinglar, ularni. Qulay bo'lgan joyda ko'rsin. Bu ikkala materialimiz narxini aytib ketaman. $1,000 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Oldi faralari katta qilib ishlangan aka. Ha. Bu bittadan tumanli faralari qo'shilgan. Voy, ana shular zo'r ekan lekin bor. O'zim ham mashina minaman. Qancha ko'p bo'lsa, aka yaxshi-da, shuncha. Kechqurun yaxshi. Qani ko'taringchi, luklarini qarasizmi? Prinsiplarini. Mana hurmatli obunachilarimiz. O'tgan safar aytdingiz, bunaqasi 4 ta bo'lsa, eng zo'ri bo'ladi biz buniki 5 tami, 6 ta bo'lmi? Buniki 6 tali profillari, resoramazatorlari ham 4 tadan qo'yilgan ekan. Ancha baquvvat. Bu kilani ko'proq ko'tarar ekanda, bo'lmasa. 1 tonnani bemalol tortadi. Akkumulyatorlari ham 6 ta 58 li akkumulyatordan qo'yilgan. Чистый Xitoy. Garantiyalarigacha bor. Toza firma. Toza Drongo degan firmani narsasi aka. Doim shular bilan ishlaysizlar, o'zingizlar? Ha, ko'p shu Drongo keyin brend kuchli ularda. Bu qancha bo'lyapti?
Buni narxini $1050 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin aka. $1050. So'mga qancha bo'ladi? So'mga kelishtirib arzon narxda hisoblab beramiz. Kursdagi o'zingiz ko'ryapsiz, har kunga har xil chiqyapti. Tushunarli. Buni hozir sig'imi qancha edi endi? Sig'imi 1 tonna yuk oladi aka. Voy, Borti malades. 180 ga 125 bo'ladi. Ikki xil rangi sotuvda bor aka. Eng hozir hadovoy ushlab qolyapti-da. Eng hadovoylari bor, arzon materiallarimiz ham bor. Bulardan ham arzon Ular shirotligini qarang, ha. Qo'l tormoz, hamma yoq tinchlayveradi. Qo'l tormozlarigacha hamma yoqlarni garantiya qilib Yaxshi. yetkazib beramiz. Davom etamiz. Bu ham shundan-a? Bu ham o'shani sal boshqacharoq modeli, borti bir qarich balandroq bo'ladi. Bu yuki ko'proqlarga ekanda. Yuk ko'proq oladi. Gabarit katta narsalarga ha. ham zo'r aka yuklar. Tushunarli. Yaxshi. Puli o'zgarmaydimi? Pulni buni ham O'zgarmasin, aka, o'zgarmasin, akajonim. Siz obunachi. O'zi og'ziga temir qo'shilib qolibdi. Qani davom etamiz. Labolarimiz ham aka dastlabki xizmatlarimiz bor. Bularda vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Aha. Olib borib ko'rsatamiz, ma'qul kelsa keyin pul sanab berishadi. Shundan shartlari bor aka. Garantiyalarga chiqib beramiz. Hop. Endi jiddiylashdik. Aha. Hurmatli obunachilar, buni o'zim o'tgan safar yaxshi ko'rib qoldim. Sababi Instagramdan juda populyarniy video bo'ldi. Buni zo'r taraf ishini ochingda. Yukam tosh urar ekansiz, usti ham bekitib turar ekan. Bu juda ham ishlari ham bir ajoyib ishlangan, qaymoq rang. Bortlarni ham aka buni bitta ko'rsatib o'tamiz hozir. Oldilari ham boshim dahshat va Faralari dokumentlargacha berar ekansiz-da, sizlar? Dokumentlarga chiqib beramiz hammasini. Turibdi dokumentlari ham. Oldini qarang ishlagani buni. Ajoyib. Mana akalar, men tagiga qarab o'rar ekansizlar. Qancha temir ko'p bo'lsa, o'tkazib bilib qoldim-da. Shuncha baqvat bo'larkan-da. Bo'ldi. Bu kilar qancha oladi sig'imi? 1 tonna yuk oladi aka. Ortida 58 da akkumulyator qo'yilgan. Resoramizatorlari 4 tadan aka. Balonlari palovozli 5 ta bolka ekanli, ancha baqvat qilib ishlangan. Yonida tiyagalari ham bor. Gabarit katta yukku, yon borti ham ochiladi, tekis bo'ladi. Bu yangilik bo'libdi, o'tgan safar yo'qmidi bu? Ko'rmadim bor edi. Bu kabinalarga yangilik bo'ldi, yangi qo'shilgan. Zo'r o'tanishi. Zapaska balonlarigacha bor edi. Yanginasi yangida baribir. Avlan qarang, yurmagan hali Balonlar akada. yurmagan, o'zini zapaska balon. Buni puli qancha bo'ldi ekan? Buni pulini $1300 vodiy bo'ylab dastavkasi. Mana shu ingiz hadovoyda aka. Chotki o'tgan safar mana shunga men jahli osim ketdi. Buni hamma rangidan ham bor kerak bo'lsa, topib beraveramiz. Qora, mokriy rangi sotuvda bor aka. Hozir shundan qoldimi? O'tgan mokriy rang eng hadovoy ketib turgani. Ha. Sizni kanalingizdan ko'pchilik chiqib, mana shundan so'rashyapti. Aka bitta zavod qilchi. Endi Baraka bozor ham shu tavsiya qilgandan keyin bilavering-da. Ha. Kalti bormi? Mana kalti yoniq aka, zadniy kameralargacha qo'yilgan. Kabloda speedometr tezlikni ko'rsatadi. Mashinaga o'xshab birga bir qilib ishlangan. Ko'pchilik so'rayapti, podyomga yuk tortish qanaqa deyapti. Buni panejnilargacha bor, aka, buni ko'rsatib o'tasiz. Hop. 1 tonna yuk yuklasangiz, dalani ichidan tortalmay qolsa, mana shuni ko'tarib olasiz, tezlik pasaytirib, quvvat oshirib beradi. Yuki bilan ham bemalol tortib chiqib ketadi aka. Ha, bag'ini ham hisobga olgan ekan-da. Aha. Akalar, lekin bor, mana shunga lozim bo'ldi, zo'r narsa. Bo'ldi. $1300 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin aka. Endi men ko'proq buni tavsiya qildim-da. Bunda ko'proq yengillik qilasiz. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, aqida yuki bo'lsa ham ketaveradi, egasi maza qilib ketaveradi. Men shuni o'tgan safar ko'proq tavsiya qilganman, akalar. Qani davom etamiz. Bu modellarimiz aka, yarim tomli materiallar, 1 tonnali. Qulaylik tomoni 6 ta akkumulyator qo'yilgan, zavodskoy tom qo'yilgan aka bularga. Aha. Akkumulyatori 6 ta 58 lik qo'yilgan, zapaska balon, kaska jilet hamma yoq ichida bor. Faralari ham bittadan ko'p qo'yilgan tumanli. Ha, o'zi mana aka oshirib. Ikki xil rangi sotuvda bor aka. Buni narxini 1150 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin aka. Bu baqatroqmi demadan ular qarang. Bot kekalarda ham yaxshisidan keltirib qo'yibdi bularda. Jahon mabodo-da edi. Zapchasi ham bormi? Zapchasi hamma yoq o'zimizda bor. Telefon qilsa, tomigacha qo'ydirib beraveramiz aka. Muammo emas, ha? Muammo emas. Servis xizmati muammo emas. Muammo emas aka. Bo'ldi. Pulni aytmadingiz? 1150 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin aka. Qani davom etamiz. Bu materialimiz polni pastgacha tushgan kabinasi. Eng oxirgi chiqqan vipskalar aka, ikki xil rangi sotuvda bor. Mokriy, qora rangi. Qulaylik tomoni borti bir qarich qo'shilgan bo'ladi, yon borti. Balonlari palovozli, 6 ta 72 lik chist textov akkumulyator qo'yilgan. Aha. Miyasi 2000 lik, motori 1800 bo'ladi aka. Resoramizatorlari buniki ham 4 talik. Asosiysi oldi tormozlari jidkisli bo'ladi aka. Mana akalar, bu ham baquvvat edi. Mana. Bujon bitta narsada mabodo onlayn ko'rib qolib, deylik misol uchun uzoqdan obunachimiz. Andijondan, Namangandan, Toshkentdan. Jahon menga bitta obzor qilib bering desa, o'zingiz chiroq video qilib tashlab berasiz, minib ko'rsatib. Telefon qilishsa, Telegramdan o'zimiz yozib, hamma yoq bizda bor assortiment tashlaymiz.
hamma yo'g'ini tushuntirib o'tamiz. Ma'qul Ha. kelsa, o'zimiz olib borib beramiz dastlabki Bu. xizmatimiz. Ag'ini ham so'rab qo'yish kerak edi baribir. Ha, bexijolat ha. Bular necha kilo ko'taradi endi? Bular 1 tonna yuk ko'taradi. Hop. Hozirgi eng oxirgi chiqqan Vipskasi. Ko'pchilik bundan oldin Bu ma'qul rostdan keldi. yo'q edi, bu. Bundan yo'q edi aka, yangilik. Mana, hurmatli obunachilar. Shidaqsa. Bu. Asosiysi Menda naqasi ham bor edi, adashmasam. sandig'i ham bor. Hozir hammasinikida bor, biz ochmadik, akalar, vaqtni unutish uchun. Kaskasi ham bormi? Hammasida kaska jeli, damkarat balon kulishlarigacha qo'shib beramiz. Xitoy ham bo'laveryapti, aka. Aha, Xitoy ham hozir. Trend bo'lib ketyapti. Xo'p, tushunarli. Bu-chi? Narxini aytib o'tdik aka. Ha, bu narxi. $1200 vodiy bo'ylab dastlabkasi mutlaqo tekin aka. Hozir eng minimalga narx aytib ketyapsiz-a? Minimalki narxini aytib. Yana tushib ham beramiz. Sizni obunachilaringizga kelishtirib. Yashayman. Sizni kanalingizdan chiqsa kelishtirib arzon narxini. Akalar kelaverasizlar. 2026-yildagi narx-navolar bo'lyapti hozir. Endi bular bilan biz deyarli qo'shnimizda, u mahalla bizniki. Aha. Bu bular mahallasi, bu adina mahalla bizniki. Shuning uchun akalar biz yuraydan, daveriyadan bitta kuchli menda. Ishonch kuchli. Shuning uchun chet kelib syomka qilyapti. Xo'p. Bu-chi? Bu materialimizni hozir tashqariga tortib ko'rsataman aka. Bunga litiumli akkumulyator qo'yilgan aka. Aha. Ko'pchilik sizlarda litiumli akkumulyator ham bormi deyapti. Ha, mana shunga qo'yilgan bo'ladi. Bitta zaryadi bilan 80 km yuradi. Dabavka qilib aka bularga tiyaga qo'yilgan gabarit katta yukka. Palovoz balon qo'yilgan aka. Bitta zaryadi bilan 70-80 km gacha yuradi aka. Zapaskasi ham bormi? Zapaska balonlargacha bor. Narxini buni ham skidkada arzon qilib beramiz. Qancha metr? Har xil ranglari sotuvda bor. Buni ham ichida kaska jili, damkarat balon qiluchlari bor. Akkumulyatorlar yili yangi garantiyalariga chiqib beramiz. Mabodo yangi yig'ib bersam yig'ib berasizmi? Yangi yig'ib beraveramiz. Yangi akkumulyator qo'yib yig'ib beraveramiz. Malades. Xo'p, to'xtash narxi qancha bo'ldi? Buni bo'ladigan narxi $1070, vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin aka. 3 xil rangi sotuvda bor aka. Xo'p, davom etamiz. Qani bismillah. Benzinli motorlarimiz ham aka o'rtada ko'rsatib o'tib ketaylik. Aha. 1,5 tonnali motorlarimiz 250 kubli bo'ladi aka. Buni narxini $1800 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bular endi jiddiyroq varianti. Hurmatli obunachilar, mana olib turasizda. Bir chiroyli qilib obzor qilib bermaysiz. Mashallah. Bu endi salqinga, yomg'irdan nima qilib qo'yishgan, olib qo'yishgan. Bu endi ancha jiddiyroq ekan. Borti ham 1,5 metr bor shekilli. Borti ham katta bortdan qo'yilgan aka. Bu asosan nima ishlatishyapti mana shu motorlarimizni? Buni ko'pchilik kattaroq fermalarga, cho'l-po'lga olishyapti. Chunki buni razgomi ham, quvvati ham kuchliroq buni. Kuchliroq. Qaytga bo'lsa ketilaveradi bunda aka. O'zi akalar puliga yarasha. Mashalloh. Bu nimasi bu? Bu antifriz bachogi. Ha. Asosiysi bularga Alf firmaniki motor chiste Xitoy yapon san'atida ishlab chiqarilgan. O'zimizni Farg'ona yo Samarqandda Bu rasxod qanaqa bo'lyapti? Rasxodda 100 ga 8 litr deyilyapti aka. 100 ga 8 litr. Bu mehnat qiladigan narsa akalar, bunga baquvvat. Kilosi qancha ko'taradi endi? 1,5 tonnali aka bu. Ajoyib. O'ta baquvvat ekan, ha? Mana amazatlanadi. O'zingiz qo'tar ekan ham. O'zini o'zi sovutadi aka. Bu endi buni necha bort kattaroq shekilli, buni yo bir xilmi? Buni borti 220 lik, katta qilib ishlangan. Motor kubi 250 kubli. Buni narxini $2000 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Buni endi quyi toshiydigan, ha bu? Ha, bular chorvaga zo'r, borti baland qilib ishlangan. Mana, hurmatli obunachilarimiz. Ajoyib. Nechta qo'y sig'adi o'ylaysiz mana shu? 10 tan joylab olsa bo'ladi. Ha, bemalol. Bemalol. Qo'zi bo'lsa undan ham ko'proq. Endi bunga nechmi? Bu endi pul topadigan narsa. Buni narxi bundan $40 qimmatroq. Qancha? 2040 bo'ladimi? $2040 bo'ladi. Bortini hisobiga qolgan hamma joyi bir xil ekan. Ha, quvvati, nimasi ham yo'q, bir xil. Rasxodi bir xil. Oldilari ham baquvvat ishlangan. Buni, Aha. Sovutgich radiatorlarga bu buyum, haqiqiy buyum akalar. Qaratadi kerak bo'lsa. Bunimiz eng hadava ketib turgan benzinlilarda 3 tonna samasval, arqa balonlari ham bu yonda ikkitadan, bu yonda ikkitadan qilib. Bu dizelmi bu? Bu benzinli. Ha, benzin. Ular nima edi? Bular ham benzinli, bular og'darmaydi. Bu og'daradi, ham yukni ko'proq oladi. Ha, men dizel deyishdikmi? Ha, tushunarli. Ha, bu og'daradimi bu? Bu og'daradi. 2 tonna yukni ham bemalol og'darib beradi. O'shim zo'r ekan. O'zi 3 tonna yuk oladi. Hozir qancha pul qo'shamiz unga? Buni narxi $2600 kelishtirib beramiz. 500 qo'shsakchi? 500? Siz obunachilaringizga kelishtirib. Behazilmi? Behazil. Yo, agar hozir ko'taradigan bo'lsa, buni olgan yaxshi-da. Ha, motor kubi ham katta. Ha, chunki hozir aytyapsiz-ku, firma dalaning ichidan chiqib yurgandan keyin tushirish ham bitta ishda. Tushirish ham bitta ish. Soat kartochkan, piyozni ko'tarib yiqitib bergan bo'lsa, $500 farq qilyapti xolos. Ha, buni ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Endi akalar o'tgan safar Instagramda bomba portlagan ajdarholarga keldik, chunki mana oldini ham ko'ryapsizlar. Bu tortar ekan hamma? Lebyotkalargacha bor, o'zini o'zi tortadi aka. Bir o'tirib ko'rsatingchi ukan, zo'roq bilaman.
Mana hurmatli obunachilarimiz. Vajohatini ko'ryapsiz. Kaliti yo'qmi Noboda? Kaliti yo'q edi. Hali akkumulyatorlarni yangi ulab beramiz aka biz. Ha, bu shunday olib chiqib yig'ib qo'ygansizlar Yig'ilgan xolos. holatda akkumulyatorlar yangi ulab beramiz. O'ylashimcha bu 1-2 tondan ursa kerak. Bu 2 tonna samasfalli aka. Ha. Borti 2 metr bo'ladi. Ha, o'zi Balonlari ham ham. katta Bu tanklar qarang. deyiladi. Olib turingchi buni. Aqallar ham yaxshilab ko'rsataylik. Bo'ldi. Mana akalar, vajohatini qarang. Mashalloh. Uzunligi necha deysiz ekan buni? Uzunligi 2 metr aka. 2 metr ha? Malades. Buni puli qancha bo'ladi endi? Buni puli aka samasfal tomligi 3400 dollar. Tomsiz samasfalsiz varianti 2950 dollar. Aha. Yo, buni ham ko'rdim. Endi buni olsa endi yog'ingarchilikka juda yaxshi ekanda, keyin parallarni qarang, ajoyib ekan. Aha. Bu nimasi ham bo'lishi kerak bu narsa. Biroz yuklab olsa ham bo'ladi. Birozni qo'ysa ham bo'laveradi. Malades. Tortib ham ketaveradi akalar. Malades. Puli qancha to'xtashi? To'xtash narxi 3350 qilib beramiz. 3350? 350 300 siz obunachilaringizga mayli aka. Gap yo'q, gap. Bunisini 2900 qilib beramiz. Buni siz 2900. Bu ham yaxshi hurmatli obunachilar. Buni narsa borki, baribir endi yoz bor, qish bor, soya kerak-da. Aha. Endi qaysilar olamiz? Mana buni aytdim-da, Muhammad og'a o'tgan safar haliga Puchug'oyga berdingiz-ku, to'g'rimi? Shularmidi? Maytdan boshlab ketaylik. Bo'ldi. 400 keladi deysizmi ekan? Bu 500 kiloligimiz. Ha, bu kattaroq ekan. Ha, hadov ketib turgan Drongo degan firmani o'sha videoda ko'rsatilgan Ha, akasi desa Akasi, bo'ladi. akasi. Oldi dugalari ham o'zidan chiqqan, baqpat qilib ishlangan. Aha. Borti ham kampner bort deyiladi aka bularni. Balonlari 5 ta boltga ekali. Aha. Restoramazatillari aka Nechinchi? 4 tadan. Mana akalar shunday ochiladi. Mashalloh. Endi buni bizni obunachilarimiz ko'proq stilus solishyapti Yaman ichida. Men tortalmaydi deb o'yladim. Yama ham sochim bir 2 metr uklon edi-da. O'sha yerdan yurib chiqib ketdi yuki bilan. Podyomga bemalol tortadi aka bular. Malades, malades. Mana akalar aytdimmi 4 talik. Endi eng kichkinasi 4 talik bo'lishi kerak. Endi ko'rgan 2 tonnalarda bunaqa 6 edi. Lekin buni sig'imi qancha bo'ladi? Bu sig'imi 500 kilolik ancha. O'ziga yarasha, O'ziga yarasha. Oldingi vipskelar bittalik bo'lgan aka, mana shu profillari. Bular keyin sizlar zakaz beryapsizlarki, chunki obunachilar talabiga qarab baquvvatroq bo'lsin deb. Restoramazatillari ham 4 talik 50 kilometr yuradi aka. 500 kilometr bemalol ko'taradi. Buni narxini 880 dollar vodiy bo'ylab dastlabki. 880 dollar. Yana Kelishtirib. yana aytib qo'yasizlar. Siz obunachilaringizga shu yerdan olib ketsa agar 850 dollar qilib Ha, beramiz. bularga shunaqa gapiring, ko'taring. Men maza qilaveraman-chi, bor. Mana qarang. Yo, kelishib olmaganman siz bilan. Prosta qo'limizdan kelgancha tushiraylik. Aha. Sizdan olgandan keyin bu buyumda, ne ishda mol boqishadi, xudo xolasa. Akalar oldini qarang. Svitlari, avarenkalari, qo'shimcha chiroqlari. Keyin monosi yoqdi menga. Baqvat qilib ishlangan, ha, dugalar. To'xtashi 850. Siz obunachilaringiz Bo'ldi shu gap. yerdan kelib olib ketsa. O'zi asli silus toshigan obunachilarimizga bu narsa kerak emas-da o'zi. Asli. Chunki yamadan borgangacha hech qanaqa emas. Endi bu ko'chada yuradigan obunachilarimizga Ha, buni ham bitta tay tomonini ko'rsatib o'tamiz aka. ha, tortingchi. Bu ichi kattaroqmi bundan? Ha, bu 1 tonnalik aka. Ha, o'zim aytdim. 1 tonnani eng oxirgi chiqqan model. O'zim aytdim, bu kichikroq. Buni yarim tonnalik bo'ldi, 850 dollar bo'ldi. Bunisi 1 tonnalik bo'lyapti. Mana o'zi o'rgatib qo'ysangiz aytaveraman-da, mana oltitalik. chekkadan qo'ysangiz va o'ntib ketyapti. Shunaqa. Xo'p, buni qanaqa aytingchi? Buni akkumulyatori 72 lik dan eng katta akkumulyator qo'yilgan. Aha. Miyasi 2000 lik, motori 1800 lik, 4 ta resor, 4 ta mazatorli. Balonlari buni ham hech чистый Xitoy balon qo'yilgan. Palovozli 5 ta bolt ekanlik. Qani kaskichilik, dam kerak, balon kulishlari bor. Hammasini garantiya qog'ozlarini o'zimiz yozib beramiz aka. Hamma yo'q bu. Ha, dabaka qilib bir qarich qo'shilgan aka buni ham. Gabarit katta yukka. Ha, bo'ldi. Tormozlari ham jetkisli. 3 xil rangi sotuvda bor aka. Aytganlaridek, hurmatli obunachilar, bu hadovoyroq. Hadovoyroq. Chunki qolganlar ham o'z yo'liga, bu endi misol katta firma olsa oladi. Lekin buni hamma oladi. Buni ko'pchilik oladi. Ko'pchilik oladi. To'rtta moli bo'lsa ham shuni olaveradi, do'koni bo'lsa ham shuni olaveradi. Puli? Buni pulini 1130 dollar vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan. Agar siz obunachilaringiz chetdan kelib olib ketaman desa, kelishtirib arzon qilib beramiz. Bular-chi? 3 xil rangi bor. Mokriy, qora, ko'k rang. Ha. Bunimiz bor. Narx arzonroq chiqadi. Borti, kuzovi hamma joyi bir xil. Akkumulyator miya motor kichkinaroq. Cavallo firmaniki. Buni narxini 1080 dollar vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan. Ha, bu ham 1 tonna? Bu ham 1 tonnalik ekan. Kilometr kamroq yuradi. Ha, misol kilometrga qarab olganda bo'lsa, bular 60 kilometr yursa, bular 40 kilometr yurib beradi. bitta moxonaga yetadi-da, aka. Men endi moxonamda do'kon bo'lsa, bu ham uzoq yurmaydi. Atrofda aylanib, do'konlarga dastlabki qilib beradi, bo'ldi. Shunaqa aka.
Bizni mahallaga misol uchun bitta dastavka qilib berishyapti. Sut qat hayvonlar ko'proq ko'ryapman-da. Ixcham modelni olsa. Ixcham modellar. Xo'p, davom etamiz. Endi qaysilarni? Bunimiz aka Bulvar firmaniki. Oldi ham, arqa tormozlari ham GTXli bo'ladi. Kalotkali emas. Ancha yaxshi qilib ishlangan. Akkumulyator ham katta akkumulyatordan qo'yilgan. 70 likdan olsa, miya motor 1800 lik. Buni narxini aka $1140. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin. Qimmatli sababi GTX tormozli qo'yilgan. Akkumulyator ham katta akkumulyatordan qo'yilgan. Bu firma boshqa, bu firma boshqa ekanda. Bu Bulvar boshqa firma, ammo hammasi original chistlik akkumulyator qo'yilgan. Garantiya beramiz shunisiga. Bo'ldi. Zakazga hammasiga. Bitta narsaga aytaman, to'g'risini aytasiz. Misol biz vodiydamiz, bizda nima ko'p? Raqobat ko'p. Raqobat ko'p. Sizlardiki aniq birinchi qo'l-a? Birinchi qo'l libo joy bilan narx-navoni solishtirib ko'rishaversin. Shu aytilgan narxlarimiz. Oxirgi narxlardan atrofdan yo'q degan $30-40 arzon qilib beramiz. Endi akalar, mana ko'ryapsizlar, assortiment tashqarida ham. Mana filialingizlar ham bor boshqa. Filial ham bor. Bo'ldi. Endi ukajonim, buni bularga o'tamizmi endi? Bag'da 1 tonnali materialni ko'rsataylik. Hadvo ketib turgan aka. Xo'p, davom etdik. Bu materialimiz eng arzon chiqqani narxi $950. 6 taki 58 likdan qo'yilgan. Miya motor 1800. 950 vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin aka. 950. Zapaskalari bor. Zapaskalari bor. Qaysi firma bu? Bu Drongo degan firmaniki. O'sha mana shu kuchroqmi deyman-da, qandaydir? Bu ham eng yaxshi chiqqan firmalardan. Yana oldinlar ham shuni aytdi. 500 kilo, 400 kiloliklar zo'r chiqyapti aka. 1 tonnalimiz eng yaxshisi bu ham puli arzonroq chiqadigan. Hozir ko'rsatganimiz puli arzonroq chiqadigan variant. Ammo akkumulyator miya motorlar kattasidan qo'yilgan. 72 likdan 6 ta qo'yilgan aka. Miya motori miyasi 2000 lik, motori 1800. To'rtta resor, to'rtta mazatorli. Profillari, tay tomoni, akkumulyator, miya motorlar hamma joyi o'sha bilan bir xil. Yaxshi. Balonlari palovozli aka. Buni zo'r tomoni oldi dugasi katta qilib ishlangan. Faralari, buni tumanli faralar bittadan ko'p. Shabada shamoldan asraydi uchun. Bu mashinaga o'xshatgan, ishlatilgan ekan, mashinaga o'xshab. Baquvvatroqda qandaydir? Baquvvatroq aka. Balonlar shiroki akalar, amazotlar joyida. O'zashtalari bor. Oldashtasi kattaroq ekan. Misol oldiga bitta kishi o'tirsa ham bemalol sig'adigan xonasi ekan. Telefonlarni qo'yib qo'ysa ham bo'laverar ekan. Bitta kompyuterlari bor, dokumentlar bor, pult bor. bor aka. Buni narxini aka $1100 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. Agar siz obunachilaringiz kelib olib ketaman desa, $1080 qilib beramiz aka. 70 qiling, 7 ni yaxshi ko'raman. 70 ham qilib beramiz. Siz obunachilaringizga Baraka kanalidan kelaylik desa, Baraka bozordan, ha? Baraka bozordan. Hop, bular shuni narxidanmi? Bular shuni narxida 3 xil rangi bor, mo'g'ri, qora, ko'k rangi bor aka. Akalar, buyumda. Endi hozir misol uchun o'zimizdan qishlab turamiz, bizga nihoyatda kerak bu narsa. Kerak aka. Hozir har bir xo'jalik olyapti. Erta bahordan dehqonchiliklarga boshlanadi, ekishlar, kuzda yig'ishlar, akalar, hammasiga kerak. Rasxod yo'q, endi rasxod yo'q deganimki to'kib yuradi. To'kib yuradi, rasxod hech qancha bo'lmaydi. Gap yo'q. Bag'da 300 kilolik, 400 kilolik ham. Qani ketdik turadi. Nihoyat aka siz aytgan o'sha 400 kilolik materialga keldik. Sotuvda buni ikki xil rangi bor. Mokrisini halini sotib yubordik, qora rangi bor. Chunki bir 20 ta mola bor odam oldi. Uni men syomka qilib qo'yib yuboraman, hurmatli obunachilar. Sizni videongizdan keyin ko'pchilik bunga talab oshib ketib qoldi. Puli arzon ekanda, aka. Puli arzonroq, sizning nomingizdan ko'pchilik kelib olib ketishdi arzon narxlarda. Yana olishadi inshaalloh. Qarang, o'tgan safar necha puldan sotdik buni? Dollarga yetib qo'ya qolaman aka. $730 qilib berdik. So'mga qancha bo'ladi? So'mga hozir aka o'shanga ko'rsatib beraman. Bitta urib ko'ringchi. 9 million 900 deysizmikan, adashmasam. 8 million 900 ming so'm bo'lyapti aka. Nimaga o'tgan safar qimmatroq aytgan, bu arzon chiqyapti. Yo tushdimi narxi? Bir oy bo'ldi. O'sha sizga boshqacha narx. Optim narx qilib beryapsiz o'zi bulardan. Bo'ldi, gap yo'q. Bu 500 kiloligimizni hozir ko'rsatganim baloni katta varianti. Hozirgilarda, akkumulyator miya motorlari bir xil. Puli buni $900 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. Buni aka optim narxda yetib qo'ya oldindan $730 chetdan olib ketsa qilib beramiz. Dastavkasi ichida bo'ladigan bo'lsa $770 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Sal torting, tushuntirib yuboray obunachimga o'zim. Chunki bu o'tgan safar eng ko'p sotilgan modelimiz, hurmatli obunachilarimiz. Buni ham mana bunday ochadigan bo'lsangiz, hamma dokumentlari bor, rushnoylari bor, kalitlari, o'zi bilan, komplet. Xo'p, sig'imi qancha dedingiz buni? Sig'imi 400 kilolik, 500 kilolikdan 10 sm kichkina, 300 kilolikdan 10 sm katta. Men mana shuni aytdim-da, 2 metrdan g'orilab chiqib ketib-yordi-da. Buni videosi ham bor. Bu ham o'zi og'daradi aka. Resor amazator qo'yilgan. O'zi og'darami bu? O'zi og'daradi. Qo'llar shuni ko'tariladi. Mana desa,
Aha. Uncha yengil Men yuklardan. o'tkazma mana shu 4 ta aylanasi maqtovdim akalar, hozir 6 ta ichga ketibdi. Bu lekin mana shunda 20 ta molni mana shu skuter bemalol eplayapti, Motorola eplayapti. Bu ham o'sha firma Drongo. Drongo. Ajoyib. 8 million qancha 8 chiqdi? million. 900 qancha ham chiqdi hozir? Aha, 8 million 970 ming so'm chiqdi aka. Ha. 900 ekanda. Shunaqa aka. Bo'ldi, kam endi qaysi? Bu 300 kiloliklarni ko'rsataylik. Bu ham eng hadoga ketdi aka. Ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladi. Ikki xil variant bor. Ikki xil modellar bor. Jitkis tormozligi bor, jitkis tormozsizi bor. Birinchi prosoydan boshlaymiz. Buni narxini $660 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. 5 ta 32 kg akkumulyator qo'yilgan. Ha. Kolonkalarigacha bor. 40-50 kilometr yuradi. Ham yukxona, ham odam o'tiradigan bo'ladi. Garantiyalari Xolasa bundan. Xolasa bundan. Buni diskali ekan uka. Bu ha, alyumin diskali jitkis tormoz qo'yilgan. Ikkalasi ham shu ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Hozir buni boshqa narsa yotibdi. Ikkalasi ham bir xil narsa ekanda. Ikkalasi bir xil narsa aka. Otasiga rahmat. Ishlab qo'yibdi. Ishlab qo'yibdimi? Ishlab qo'yapti aka. Voy, buni qarang, akalar. Shu buni qarang. Qo'y. Qanaqa qiladi? Otingchi? Pulti bor ekanda, aytdi. Bor aka. Ha, yosh bolalar ochib yormasin deb. Ochib yormaslik uchun, xavfsizlik uchun qilingan. Texnologiyani boribdi. Qarang, meni ahlim bitmadi shunisiga. Buni aka narxi 660 vodiy bo'ylab tekin. Agar olib ketaman, o'zim ko'rib olib ketaman desa, kelishtirib arzon qilib beramiz. Bo'ldi. Buni narxini aka $680 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Ha, buning afzallik tarafi bor ekan. Endi hurmatli obunachilar, diskasiga ishlagan, jitkis tormoz qo'yilgan, alyumin diskali. Ha, jitki tormoz. Bunda jitki emasdan, endi to'g'rimi? Qo'l tormoz bu, kalotkali. Ha. Kalotka. Ham qo'lda ham bor, ham oyoqda ham tormozi bor. Bularda faqat oyoqda o'zida aka. O'zi ozroq qo'shsa bundan berar ekan, uka? Ha, jichcha farqi bor. Bundan ovorsa qancha yaxshi. Kim oynasida ham farqi bor. Oynalari kaska jilet. Kaska, mana nikel ekanda mana. Aha. Xitoy qarang, hamma yo'g'ini qilyapti. Unaqa varianti bor, bunaqa varianti ham bor. Aha. Bo'ldi, endi qaysilarni chiqaramiz? Endi Tomlin skuterlarni ko'rsatamiz aka, bir. Bu yo'q edi o'tgan safar, ha? Ular yangilik keldi. Qiziq-ku. Ha, bundan tugab qoldi, yana yangilik qilib olib kelib qo'ydik, ko'pchilik so'radi aka. Buni mahallada ko'p ko'rib qolyapman. Bundan yosh bolasini olib bog'chaga olib ketyapti-da. Maktablarga, yosh qotalarga ancha qulay bo'lib qoldi aka bular. Qarang aka, juda puxta ishlayaptimi? Alyumindan. Aha, alyumin. Yoqinchi, zamat qilingchi. Bo'l. Ovozlari ham bor ekan buni. Aha. Nima qildingiz hozir? Bagajni chetdan ochsa bo'ladi. Ham aka, arqa bagaj odam o'tiradigan bo'ladi, sidenka bo'ladi. Ham yukxona bo'ladi. Chetdan qulflanadi. Kerakli narsalar solib, bitta qulflab ketsalar ham bo'laveradi. Ha. Zadniy kameralarigacha qo'yilgan. Bu kamera ham bormi bunda? Ha, kameralargacha qo'yilgan. Mana faralarni ham ko'rsatasiz. Ledli aka. Qani? Zatni bering aka. Vo. Dvorniklarigacha aka o'zini o'zi suv sepib tozalaydi. O'zini o'zi tozalaymi bu? Aha, yangi chiqqan model. Texnologiya. Hurmatli obunachilarimiz. Mashalloh. Tormozlari jitkisli. Ancha injiq ekan bu. Aha. Diska ekan. Diska, ha. Uchalasi ham diska ekan. Jitkis tormoz qo'yilgan. Ikki xil rangi sotuvda bor. Seriy rangi, keyin buni bardovoyi, молочный rangi bor aka. Mana bu ham mushkul ekan. Ha, boshqacharoq model, buni ham hozir ko'rsatamiz. Ha. Buni narxini aka $1200 vodiy bo'ylab. $1200. Kami ham bor. Kami bor, kelishtirib beramiz. Bu firma Bulvar firmasi ekan. Bulvar firmasi, original. Buni arzon variantlari ham bor aka. Ha. Asosiysi akkumulyator deydi, o'tib ketadi. 35 amperlikdan 6 ta qo'yilgan. Hozirgi qish kuniga 60 km bemalol yuradi. Ajoyib. Razmeri ancha katta qilib ishlangan. Hozir Instagramga ham olib beramiz, a? Aha, bitta. Endi video ichidan kesib qo'ysam bo'ladi, yana bir alohida olib beramiz. Bo'ldi aka. Bu modelimizni ham bitta ko'rsating aka. Maytdan ketaveringchi. Bu aka ikkalasi bitta narsami hozir? Yo'q, ikkovi boshqa narsa. Ha, boshqa. Ko'rsatib o'tamiz. Bu Jinpeng firmaniki. Korpuslari temir aka. Akkumulyator kattadan qo'yilgan. 45 likdan 5 ta qo'yilgan. Hozirgi qish kuniga 60-70 km yuradi. Bu ham eng hadoga ketib turgani. Ikki xil rangi sotuvda bor. Молочный, mana shu pista rangi bor aka. Buni narxini 1250 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. 1250. Agar chetdan kelib o'zim olib ketaman desa, arzon qilib dastavka pulini o'tib beramiz, chiroyli narxlarda qilib. Buni ham zo'r tarafi bor ekan, hurmatli obunachilarimiz. Mana to'silgan. Hali Samarqandga borganimizda mana shunaqa nimalarda yurdik, Motorollarda. Motorol deydi nomi? Skuter, ha. Skuter Motorol. Qolyapti. Bog'moqlarga qo'yib qo'yishyapti. U yer rosa aylantirishdi. Normal filmimizni olishdi-da. Demoqchimanki, tirikchilik qilsa ham bo'lar ekan. Tirikchilik qilsa ham bo'ladi aka. Hali bog'larda ham bayram kunlari qarang. Bayram kunlari, ha. Ochiratu. Yaxshi, davom etamiz. Buni ham bitta ko'rsatib o'taylik aka. Yangilik keldi buni aka.
Buni zo'r tomoni yosh katta otaxonlarga sidinasi orqaga oldiga suriladi. Regirovka bo'ladi. Tepa pastini mana shundan moslab olishadi. Buni ham yoniga qo'yiladigan tentlari bor. Zadniy kameralargacha bor. Tormozlari jitkisli. Oltita 32 kg akkumulyator qo'yilgan. Buni narxini aka $990 vodiy bo'ylab dastavkasi tekin kelishilgan holda unisi ham aka. Chetdan olib ketaman desa, kelishtirib arzon narxlarda. Kartinka narxi qo'ymasin, kelishtirib qo'yaylik. 990 kartinka narxi qo'yilyapti. 70 ding, 80 ding. 980 dastavkasi ichida qilib beramiz. Bo'ldi, Siz shunaqa. obunachalaringizga chetdan olib ketaman desa, $960 qilib beramiz. Chetdan olib ketsa? Ha, chetdan olib ketsa o'zlari Ha, keladi. dastavkasiz. Dastavkasi holatini aytyapman. Bo'ldi. Dastavka qilib beradigan bo'lsak, $980 vodiy bo'ylab qilib beramiz. Ajoyib. Ishqibozchilik-a, oqqusiz bori. Maza qilib mingan narsa ekanda. Bo'ldi, kenglarni ko'raylikchi. Davom etamiz endi. Ochiq skuterlarimiz ham bor aka, tomsiz variant so'raganlarga $680 qilib beryapmiz. 3 kishilik, 6 ta 20 akkumulyator qo'yilgan bo'ladi, Xitoy akkumulyator. Ikki xil rangi sotuvda bor. Bunisi aka xuddi shu razmeri bir xil, baloni kattaroq, 32 kg akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Kilometr ko'proq yuradigan. Bular 40 km yursa, bular 50-60 km yuradi. Farqi bor. Farqi bor. Buni narxini $720 kelishtirib beramiz. Bularni hali anetda arzon qilib berdik. Ham ikki xonali, ham bagajli bo'ladigan. $660, ha, $680. O'zim ham qiziq qolyapman, qilib berashiga oxiri menga. Arzon narxlarda qilib beramiz. Bu ichkariga ham kiraylik. Hozir men shoshib ketyapman. Ichkarida nima bor endi bir kira? Ichkarida yosh bolalar, karaska, velosipedlar, skuterlar hammasi. Mana uzilmagan holatda eshikni ochavering. Bo'l. Ha, undan shunaqa. Kelsangiz borib, bu yerdan borib ketolmay qolasiz. Maslahat beraman, lekin bolalaringizni olib kelmang. O'tgan safar men olib keldim, shunday kelishib olyapti. Lekin olib berdik-ku, baribir akalar arzon qilib berishadi, kelaversa hazil aytyapman. Bu mashinalarimiz necha puldan boshlanadi? Mashinalarimiz aka eng arzoni 700 mingdan 4 milliongacha boshlanadi. Ha, 700 mingdan 4 milliongacha ketaveradi. Razmeri 100 kilogacha ko'taradigan bor. buni aka baquvvatlari necha puldan mana shunda? Baquvvatlari 3 million 700 ming so'm aka. 700 ming so'm. Hammasi Xitoydan narsasi aka. Ha, endi o'g'ilchalaringizni olib kelsangiz bundan shu bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Bu boshdan o'tdi. Mana mana shu oldimi? Aha. Katta masala. Ha, shuni shu oldi. Endi akalar arzon qilib berishadi. Biz nomidan kelsalaring bemalol. Xo'p, pastliklarchi? Skuterlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz aka, opsida. Bular narxini $360 qilib beryapmiz. 40-50 km yuradi. Oldi tormozi jitkisli, orqaga ham jitkisli qilingan, buni aytmoqchilar. 5 ta 20 li akkumulyator qo'yilgan, kaska jilet hamma yo'g'i bor. $360 qilib beramiz. Bitta qo'shimcha qilaymi? Tanish insonlarim bor. Hali ishga qatnaydi, ertalab uydan ishga. Mana shunday olishdi. WhatsAppda borishardi, endi hozir shunda borishyapti. Skuter yaxshi. Zo'r bo'lib qolibdi-da, lekin kayfiyati ham zo'rda. Qiz boradi, qiz yetib keladi. Yaxshi. Bularimiz aka, xuddi o'shani oldi jitkisli varianti, orqa kalotka bo'ladi. Buni narxi $350. Bularimiz bor, 2 farali, lupali fara bo'ladi, $360. Hammasini akkumulyator, miya motorlari bir xil. Akkumulyator 5 ta 20 li, motor 500 li. Kaska jilet, hamma yo'g'i komplekt bor. Buni narxini $330. Elektr vellarimiz narxini aka $350, 100 km yuradigan. Bu elektr yuraman shu. Bu elektron velligimiz. Akkumulyatori ramasiga qo'yilgan aka. Buni shaxsan endi ko'rdim. O'tgan safar yo'q edi bunda. Bundan ham yo'q edi aka. Chunki obzor qilganimda yo'q edi, sababi o'zim ko'rmagandim. Odamlar dangaza qo'rasiz, uka, bunaqa. Balonni shirokiligini qarang. Katta balon qo'yilgan. Bu katta balon qo'yilsa yumshoq yuradi-da. Yumshoq yuradi. Naqadar qurdi ham bilmaydi, ketaveradi. Ha, bilintirmaydi. Qancha deysiz buni? $350, $330 aka. Ha, bu varianti unaqa, bu variant $30 qo'ysa. Lekin buni ancharoq ekan. Yoshlar bop ekan. Yoshlar bop, shunaqa. Biz yoshligimizda bo'lganda dadamiz olib berishardi. Endi o'zimiz olishimiz kerak. Keyin aka bizga yangilik yuklar kelgan, 6 xil skuterimiz kelgan. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilsa, Telegramdan rasmini tashlab beramiz. Ma'qulini tanlasa, karobkada turibdi, yangi holatda akkumulyatorlarni qo'yib beramiz. Tushunadi. Benzinli skuterlarimiz ham ikki xilini ko'rsatib o'tdik deylik. Benzinli bular? Ha, bular benzinli. Qiziq ekan. Ko'pchilik mana shu tankda ikkinchi modelini so'rayapti. 150 kubalik, rasxoti 100 ga 3,5 ta, kaskalari bor. Oldi orqa jitkistorimiz, tablolari elektronli. Buni narxini $830 aka. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu tezlikni yaxshi qo'yganlar uchun. Tezlik yaxshi, ha, tezlik aka. Shu o'tib qolyapti oldimizdan. Svetoforladirganmizni. Bu tankda birinchi modeli. Oldi korpuslari bundan duvga qo'yilgan bo'ladi. Ha, zashtilari. Zashtilari bor. Buni narxini $830, buni ham kelishtirib beramiz. Kalonga, kaska, jilet hamma yo'q bor, dokumentlargacha bor. Aha. Ostlarida qarang, nima, akkumulyator sotilashdi-ku. Akkumulyator ham sotuvda bor. Addendan keyin yangi kelgan skuterlarni akkumulyatorni aka biz yechib olib qo'yamiz. Ko'zlarning oldida yangi akkumulyator qo'yib beramiz. Shuni ochilib, shuni qo'yiladi. Yangi qo'yib beramiz. Yurmagan bular. Yurmagan bo'ladi. Tepaga chiqib.
Keyin ukajon sotuv bo'limida o'z bo'lasizmi kelganda? Ha, sotuv bo'ldi, o'zim bo'laman. Nomerimni ham qoldiramiz aka. Keyin Ha. telefon qilishsa, tushunmagan narsalarni bemalol so'rashaveradi. Aha. Maslahat berib, sizga bunaqasi to'g'ri keladi deb aytamiz o'zimiz, tavsiya qilamiz. Bularni tushuntiringchi. Velosipedlarimiz aka, Xitoyda velosipedi hammasi. Bularimiz, keyin mana shu skorli velosipedlarimiz bor. Bular narxi aka. Eng arzon velosipedimiz 400 ming so'mdan boshlanib, katta velosipedimiz 2 milliongacha boshlanadi. Ha. Yoshlarda velosipedi asosan 400 mingdan boshlanib 600 ming, 700 minggacha, kattalar velosipedi 900 mingdan boshlanib shu 2 milliongacha ketadi aka. Skorli velosipedlarimiz ham bor. Dadamga ham oldik-ku, qaysidan oldik? Sizlar olgandan tugab qoldi, eng hadovoy Buni qoraga o'xshab ketar ekan. Buni qoraga o'xshab ketar ekan. Arzon qilib berdi-ku. Arzon narxlarda qilib beradi. Qani tepaga chiqaychi. O'tgan safar akalar mana shu tepaga chiqqandan keyin men ham narsa oldim. Hozir nima narsa olganimni aytmadim. Bu zinapasi ajoyib ekan. Mana bismillah. Belanchaklar, to'p, o'yinchoqlar. 10 ming so'mdan boshladingizmi o'tgan safar o'yinchoqlarni? Ha, 10 mingdan boshlanib. Rostmi shuga? Rost aka. 10 mingdan boshlanib nechi pulgacha endi? 10 mingdan boshlanib shu 300 ming, 400 minggacha ketaveradi narxlar. Lekin bu yerga bola olib kelish kerak ekan. Ha ha. Akalar 100 ming pulga ham bir qancha narsa olib kelgansizda. Ajoyib. 2026-yil fevralda olyapmiz akalar. Farg'ona viloyati Uchko'pi tumani Yoyil mahallasidamiz. Mana assortimentlarimiz. Bular nechi puldan? Bu mashinachalarimiz 1 million 700 ming so'm. Yana bularni kelishtirib beramiz. Bundan ham arzonlari bor. 1 millionlik 700 mingliklari ham bor. Mana kalaskalar. Akalar to'g'risi o'tgan safar o'zim ham ko'rib, mana shundan qaysini oldim? Sizlar olgan model aka mana 8 mingga berdingiz-ku. Ha, sizlar olgan mana bundan oldilaring. Shunda boshqacha rangini. Ha, shuni haligi siyoh rangni olmadi ekan, shunaqarog'i. Aha. Siyoh rang. Bu ham shu hadovoy ketib turgani. Balonlari rezina ancha yaxshi qilib ishlangan. Xitoy narsasi. Ha, to'g'ri, mana diskasini tandim. Mana akalar. O'tda mana diskaligida. Prujinali demoqchi edim. Prujinali. Xo'p, nechi puldan ketyapti endi bu narxlar? Kalaskalarimiz eng arzoni aka, mana shu kichkinasidan boshlab, 400 mingdan boshlab 1 million 400 minggacha ketaveradi. Yangiliklarimiz yana kelgan, ularning arzonini chiqaramiz. Mana nechi pul? Mana shunda men 4 yil 5 yil ishlatdim-da. Mana shu ikkita bolam mana shunda katta bo'ldi. Buni ikki xili bor. Bunisi Ha. 450 ming so'm, bunisi 490 ming so'm aka. Ha, o't shu rang, bu ham yig'iladi. Yig'iladi ixcham bo'lib, safar. Bular ham yig'iladi. Bular ham yig'iladi. Men monosiga tan berdim ko'jonim. Monasi chiqarganim aytdan. Bunisi olinadi. Mashinaga shunday Sof zinaga optik mosaj qulay qilib. qilib ishlangan. Endi misol bir yoshi necha bo'lgan bo'lsa, akalar o'zi mono narsa bilan o'zini zinasidan ketaverar ekan. Chunki akalar buni olib o'tgan safar ko'rdim. Bizgacha katta bo'lib qolgani uchun buni undan oldim. Bundan kattaroq bo'lgani uchun. Uni aka mashinangiz bo'lsa, mashinani qazib qo'yib, safarga chiqadigan ekanda, bosh bo'lachamman. Bo'ldi aka. Ajoyib narsalarimiz ham bor. Uka hammasini o'zingiz yig'asizmi? O'zimiz shu yerda birma-bir yig'amiz aka, behizolat. Hamma yo'qni yaxshilab qotirib, chiroylab. Xullas bizning nomimizdan kelgan bo'lsa, hamma yo'q. arzon Narxchi, narxlarda baraka bozor degan savdo ishlatsalar bo'ldi. bo'ldi. Arzon qilib 15-20 dollar tushirib beramiz materiallardan. Alloh rozi bo'lsin, ukam. Sog' bo'ling. Xudo xolasa, oyda oxirigacha syomka qilamiz. Bo'ldi, yangi. Nima narx-navolar o'zgarib qolgan bo'lsa, ma'lumot berib ketamiz. Aha, aha, yaxshi. Ana shu qani oching deysiz kelinka. Shunda ochib, shunda olib berasiz. Bular mana hali yarim tayyor Velosipedlar. velosipedlar, mana hali qo'yilmagan qanotlari. Bir deganingizda mana shu yerda zing'illatib yig'ib berishadi. Akkumulyatorlarigacha yangi aka. 2026 akkumulyator kelgan mashinalarimiz. Zahira. Zahira akkumulyator mana. Aha. 2-oyda akkumulyatori. 3-4 kun bo'ldi o'zi kelgangi lekin o'zi. Bo'ldi. 5-6 xil skuterimiz bor. Telefon qilishsa, Telegramdan tashlab, bitta ma'qulini akkumulyator qo'yib jo'natib beramiz arzon narxlarda. Yashang, rahmat. Tepaga chiqaychi. Bo'ldi. O'tgan safar akalar mana shu tepaga chiqqandan keyin men ham narsa oldim. Hozir nima narsa olganimni aytmadim. Bu zinapasi ajoyib ekan. Mana bismillah. Belanchaklar, to'p, o'yinchoqlar. 10 ming so'mdan boshladingizmi o'tgan safar o'yinchoqlarni? Ha, 10 mingdan boshlanib. Rostmi shuga? Rost aka. 10 mingdan boshlanib nechi pulgacha endi? 10 mingdan boshlanib shu 300 ming, 400 minggacha ketaveradi narxlar. Lekin bu yerga bola olib kelish kerak ekan. Ha ha. Akalar 100 ming pulga ham bir qancha narsa olib kelgansizda. Ajoyib. 2026-yil fevralda olyapmiz akalar. Farg'ona viloyati Uchko'pi tumani Yoyil mahallasidamiz. Mana assortimentlarimiz. Bular nechi puldan? Bu mashinachalarimiz 1 million 700 ming so'm. Yana bularni kelishtirib beramiz. Bundan ham arzonlari bor. 1 millionlik 700 mingliklari ham bor. Mana kalaskalar. Akalar to'g'risi o'tgan safar o'zim ham ko'rib, mana shundan qaysini oldim? Sizlar olgan model aka mana 8 mingga berdingiz-ku. Ha, sizlar olgan mana bundan oldilaring.
Shunda boshqacha rangidan. Ha, shuni haligi siyoh rangni olma lekin shunaqaroq edi. Aha. Siyoh rangi. Bu ham shu hadovoy ketib turgani. Balonlari rezina ancha yaxshi qilib ishlangan. Xitoy narsasi. Ha, to'g'ri, mana diskasidan tanidim. Mana, akalar. O'tda mana diskaligida. Prujinali demoqchi edim. Prujinali. Xo'p, necha puldan ketyapti endi bu narxlar? Kalaskalarimiz eng arzoni aka, mana shu kichkinasidan boshlab, 400 mingdan boshlab 1 million 400 minggacha ketaveradi. Yangiliklarimiz yana kelgan, ularni arzonini chiqaramiz. Buni necha pul? Mana shunda men 4 yil 5 yil ishlatdim-da, mana shu ikkita bolam mana shunda katta bo'ldi. Buni ikki xili bor. Bunisi 450 ming, bunisi 490 ming so'm aka. Ha, xuddi shu rang, bu ham yig'iladi. Yig'iladi ixcham bo'lib, safar. Ular ham yig'iladi. Ular ham yig'iladi. Men monosga tan berdim-ku jonim. Monosi chiqar ekan nimadan? Bunisi olinadi. Mashinaga shunday zinaga mosajar qulay kerak. qilib ishlangan. Endi misol bir yoshi necha bo'lgan bo'lsa, akalar o'zi mono narsa bilan o'zini sizinasidan ketaverar ekan. Chunki akalar buni olib o'tgan safar ko'rdim. Bizgacha katta bo'lib qolgani uchun buni undan oldim. Bundan kattaroq bo'lgani uchun. Uni aka mashinangiz bo'lsa, mashina orqasiga qo'yib safarga chiqadigan ekanda, bosh bo'lachamman. Bo'ldi aka. Ajoyib narsalarimiz ham bor. Uka hammasini o'zingiz yig'asiz. O'zimiz yerda birma-bir yig'amiz aka, behijolat. Hamma yo'qni yaxshilab qotirib, chiroylab. Xullas bizning nomimizdan kelgan bo'lsa, hamma yo'q. Arzon Naqshi, baraka bozor degan so'zni ishlatsalar bo'ldi. Bo'ldi. Arzon qilib 15-20 dollar tushirib beramiz materiallardan. Alloh rozi bo'lsin ukam. Sog' bo'ling. Xudo xolasa, oyda oxiriga ham syomka qilamiz. Bo'ldi, yangi. Nima narx-navolar o'zgarib qolgan bo'lsa, ma'lumotni berib ketamiz. Aha, yaxshi.